Hamma narsani tugatib bo'ldim. Mana nihoyat uyim tayyor. Aytgancha bir narsa esimdan chiqibdi. Hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan men Nasbol MC. Bugungi videoda men sizlar bilan bir nima uyimni qurdimda ishqilib, nima bo'lsa bo'ladi ishqilib. Davay qani ketdi. Mana nihoyat uylarim bitta endi. Endi malolcha o'tirib uxlab olsam mayli. Uxlayman. Eshitdilaringmi, Nasbol MC bu yerga ko'chib ketdi. Eshitdim. Endi o'tgan safargi videoda bizni qiynadi-yu rosa. Endi uni ham qiynash navbatiga. Davay, Nasbol MCga prank qilamiz hammamiz. Ketdi. Men hozir Nasbol MCga prank qilgani bitta yangi suvoshma olib chiqaman hozir. Hozir bitta o'yinchiga o'xshagan suvoshma. Yarashdimi mana? Suvoshim. Yarashdimi? Yarashgandir. Albatta yarashdi. Bo'lmasa ketdik. Nasbol MCga prank qilamiz. U mana uyda hozir bu uxlayotibdi. Bir nima qilamiz, qani? Uyni buzib tashlaymiz, uyni. Bizga o'tgan safar yomon asabimizga tegadi. Endi bu nasabiga tegamiz. Qishloqlar, kelinglar. Nasbol MCni uyini barbod qilamiz. Davay. Qani ketdi ishga. Ana, endi buzib tashadik, endi yoqib yuboramiz. Nasbol MCni yomon asabi chiqadi. Mana. Turdim mana hayot. Atrofdan nima bo'lyapti? Sizlar nima qilding? Nima bayt? Qoching. Bu yerim yonyapti. Nima bo'lyapti meni uyim? Shu suv. O't. Ay. Yonyapti. O'tiringlar, nima qildilaring? Ay, yaramaslar. Uyim butkul yonib ketadi-yu. Nima bu? Bolalar nima qilib ketdi? Voy, lekin shuncha qurganim-a. Hali ulardan keyingi videoda qasos olaman. Sanlardan. Valla shu joyda video tugadi ekan. Hammaga xayr, sizlar bilan men Nasbol MC bo'ldim.